Assalomu alaykum aziz qadrdon tanir o'choq muxlislari. Mana navbatdagi ishimizni Qo'qon shahrida Obid akaning xonadonlarida tugatdik. Bu yerda ishlarimiz komplekt bo'ldi. Bu yerda tutuni faqat mo'risidan chiqadigan zontikli tandirimiz, bu yerda 80 talik qozonimiz, 60 talik samovar, 40 talik qozon bu yerda. Bu yerda ajoyib zubli 2 etajli mangalimiz. Mana xudo xolasa bu yerda chashlikda pishirib, pishgan tepaga olib borasizlar. Tepadagisi ham issiq turaveradi. Bu yerda mana zamonaviy yangi gazlarimiz juda ham go'zal holatda bitdi. Buni ko'rib baho berib qo'yasizlar. Operator yoqib ko'rsatib yuboradi hozir. Yonishiga baho berasizlar. Juda ajoyib holatda. Bu yerda mana abjirgina ixchamgina mo'ykamiz. Chirimaydigan, zaylamaydigan yaxshisidan bu ham. Bu yerda mana dahshat ulkan rabochiy stolimiz. Mabodo xotinlarni haydab olsa, mana shu yerga chiqib yotsalangan bo'laveradi. Joy izlash hojati yo'q. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Mana polni hozir sizlarga tashqi ko'rinishini ko'rsatadi. Xizmatlarimiz bilasizlar o'ta sifatli holatda bo'ladi. Narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Bizda ishlatib ko'rgan odam o'zi mehnatimizga baho berib, xudo xolasa mana hech kim norozi bo'lmagan, bundan keyin ham norozi bo'lmaydi. Ko'rib baho beringlar. Mehnatimiz yoqsa bitta like sizlardan. Xudo xolasa keyingi xonadon sizlarniki bo'lishi mumkin. Mana shunaqa sifatli ishlar, xizmatlar kimga kerak bo'lsa, pastda nomer qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Hammasini borib, chiroyli qilib, mana shunday go'zal holatda bitirib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa sababini biz qilamiz. Natijasi Allohdan. Kuzatishda davom etinglar. Bu yerda mana hammasi gazga moslangan. O'ta ham ixcham abjirgina, chiroyli holatda mana turbalar yonidan ketgan. Garelkalarni qozonga yaqinlashtirib o'rnatib qo'yganmiz. Ko'rib baho beringlar. Hammasi shunday bo'lgan mana. Bularni o'tinga ishlatsa ham bo'laveradi. Ham o'tinga, ham gazga. Bunga kattaroq garelka qo'yganmiz. Katta qozonligini sababi uchun. Ko'rib baho beringlar mana. Juda ham chiroyli bo'lib bitdi mana. Kirallar ham moshni holatda. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, kuzatishda davom etinglar. Tanir o'choq usta nomer 1. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.